Keyingisi Muborak bo'lsin, tuvandagi 2000 ustidan mendan har qanday savolni so'rasangiz bo'ladi. Men savolga javob bergan vaqt deysa olmaydi. Rasmi? Ras. Nim so'rsam bo'lamda? Bo'ladi. Qachondan boshlab? Hozir bilan boshlanib bo'ldi. Qantingizni silab baqsam bo'lamda? O'limingni tilatam sen. Aytdiki lotereyaning mukofot chiqadigan nomeri necha? 0708 10 14 17 10 12. Davlat komandasi qachonliq dunyo lo'nqisiga kira oladi? 100 kerak bo'lganda. Siz mishadi yolg'iz ishlab o'tib o'zingizni yolg'izlik his qilamisiz? Ancha-muncha. Bu koinotning sanguanisining o'lchami bormi? Yo'q, qag'lar dunyosida oqqum gunohkor. Bu qanday qilib yaxshi odamni uchratib bo'ldi? Sen kuchaygandan keyin atrofingda kim seni yaxshi edi. Nima? Bormi? Ha? Bu jamning yangi chiqqan gulchayi. Buning eg'izini ichib skanerni sanvaqo 5 ko'ydan 5555 ko'ygacha mukofot chiqadi. Mukofot chiqish nisbati 100%. Lekin bu jamning gulchayi bilan qilingan faoliyatchimi? Jamningki boshqa mahsulotlar bilan aloqasi yo'q. 100% mukofot chiqadi 5 ko'ydan 5555 ko'ygacha. Siz misha turib ichamiz buni? İçimizde en asaslıqı o mukofot chiqadiganlarni biz belgilaymiz emasmi? Talibalarni sizlar chekib qo'yganlarda qilsak shu chiqadi. Amaliyotda bizim yerda suyjilam qilamiz shu. Unday murakkab emas. Bizga rahmat deb beradi. Mening o'sha bek chiq pul topadigan bir fursatlarni ketkizib qo'ygan vaqtim bormi? Bor. Ne chiqadi? So'rmasanglarmi? Dana birdim olay. Eng az o'g'ani 10 ketdim. Birinchi 99-yilda Kyoko deydigan narsa sen jusa qilding, jusa qilib 5 xonalik nomerga erishding, undan keyin sen turkumlab 1000 tal 5 xonalik nomer qilib olgan bo'lsang, beyib ketding. 2008-yilda bir ag'ina sang dedi, "Nerdan bo'lsang 100 ming ko'p tepib Beijingdan Sixayor deydigan yerdan 10 ming fang yer setib oldi." Sen setib olmading. 2009-yilda bir Nvidia deydigan shirkat bor. Gupyosni taqishib shirkatni tasdiqlagan po'chan qilyapti. Ashning Gupyosni olib qo'ydi deb bir do'stim, lekin sen olmading. 2010-yilda do'stim sana B2B deydigan narsa bor. Hozir 5000 ko'p 10 ming tal keladi, olib qo'ysang oldi dedi. Sen olmading, ammo aksicha mushu Shinjang hozir Hindistonning kinolari turmadan ketib bu deydigan kinolar bahvolulatlar bilan berib DVD tavban deysa deb ketdi. 2012-yilda bir do'stim sana dedi, OpenAI chekitcom, DeepSeek chekitcom degan elvasanlarni dedi sen. Olmading, nima foydasi bor? 2014-yilda do'stim sana dedi, "Mush tordim mal setib baqamsan, mush veshillar mal setib baqamsan" deb. Sen qilmading, aksicha sen mushu yig'ib topgan barliq pulni qonunsiz pul toplaydigan mush ikkinchi qo'l mashinachilarga topshirdim. 2018-yilda do'stim sana dedi, "Adash, mening bir maska zavodim bor, faqat bo'lolmayotganda sen azroq pul olsangiz maska zavodimni o'tinib olsang oldi" deb. Sen bu maska zavod sotadigan do'stingga hech qanday yordam qilmading. Aksicha sen butun topgan pulingni xinda odamning uydan birini setib olding. 2021-yilda shu maska zavodida taqilib ketadigan do'stim bayolati oldin keldi. Adash, oldin ketgan maska zavodini o'tinib olmading. Endi bundan keyin yoki sey yoki go'sht setib taqansa dedi. Lekin sen pisand qilmading. Keyinlik bo'lgan ishlarni o'zing bilsan bu. 2022-yilda sen kechda musofir ko'rib o'tirsang, osmondan san shunda bir xiyol keldi. Yoki bu butun topgan pulingni Saudiya Arabiston, Argentinani ustida deb tik baqamsa deb. Lekin sen bu xiyolingni qilchibsan qamding. 2024-yilda birisi dedi sana butun topgan pulingni oltin ol dedim. Sen olmading. Aksicha Uyg'urcha boday qilib. Asosan ushbu. Mening yana nechilik vaqtim qoldi? Dal to'shdi. Ay, to'xtab. Abay deganlar lotereyaning mukofot chiqish nomerini dapasiz olib ismini qolmabdi. Uxlab tushim.